Futbol tarixidagi qaysi o'yinni jonli sharhlashni xohlaysiz? Endi kelajakda ma'lum terma jamoamiz jahon chempionatidagi play-offdagi o'yini. Lekin bitta finalni sharhlamaganman. Afsuslanaman sharhlamaganimga. Bu Milan Liverpool Istanbul finali. Bitta futbol stadioniga butun umr kirish bepul bo'lsa, qaysi stadionni tanlardingiz? Las Vegasdagi T-Mobile Arena'ni tanlardim, chunki u yerda eng ko'p UFC turnirlari o'tkaziladi. Qaysi uchrashuvni yana bir marta qaytadan ko'rgan bo'lardingiz? Manchester United Real Madrid o'yini. David Beckham comebackga ozgina o'sha yetaklagan jamoasining chiroyli gol urgan, lekin baribir Manchester United qayta olmagan. Imkoniyat berilsa, qaysi jamoada bir kun futbol o'ynagan bo'lardingiz? Arsene Wenger yutqazmagan Arsenalda o'ynagan bo'laman. Yutqazishni ko'raman. Qaysi futbolchi faoliyatini yakunlasa xafa bo'lgansiz yoki deb bo'lasiz endi? Ma'lum-ku, ikkita futbolchida. Siz futbolda ko'rgan eng chiroyli gol? 1998-yilda Niderlandiya terma jamoasining Argentina bilan o'yinida Bergkampni butun maydon uzra berilgan pasni yengilgina to'xtatib, umuman ishlatilmaydigan fintni ishlatib yuqori burchakka tepgan. Futbolda siz ko'rishni xohlaydigan vaziyat bormi? Mbappe bilan Holland ham bitta chempionatda o'ynash kerak deb o'ylayman. Qaysi uchta futbolchisiz futbolni umuman tasavvur qila olmaysiz? Pele futbolni ommaviyligini oshirgan. Maradona uni san'at darajasiga olib chiqqan. Ronaldo bilan Messi futbolni yangi avlod orasida ommalashib, ikkinchi to'lqinini yuzaga keltirgan ikkita shaxs. O'zingizni xarakter, tashqi ko'rinish jihatidan qaysi futbolchiga o'xshatasiz? Steven Gerrardlar bo'lsa kerak. Ko'p mas'uliyatni o'zimga olgim keladi. Faol o'yinda ishtirok etgim keladi.